Xo'p, axi. Uy narxini aytadigan bo'lsam, Yunusobod rayon tiklanish mahalladan bitta zo'rvaran chiqib qoldi. Billa siz bilan ko'rib chiqamiz, axi. Gilarni ishimizdan kiraveramiz, marhamat. Xo'p, axi, uyimizda 2,5 sotuq maydonga tushgan. Kirishimizda bilan mana shunaqa elektronli darvozaxona, asosiy kirish eshigimizda. Tepamizda naves qilingan, o'zini yozgi oshxonasi ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Yonida bitta hojixona tashab ketilgan ekan. Axi, fasad qismiga alohida baho berasiz. 1 dan 10 gacha baho qo'yib keting. Xo'p, yashil maydonga joy tashab ketilgan ekan. Bu yerda podvalga tushish joyimiz ham qoldirib ketilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Binoyimizning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat metr ekan. Xo'p, xonadonimizda 6 ta xona, 5 ta sanuzel joylashgan ekan. Sizlar bilan uy ichini birgalikda ko'rib chiqamiz, axi. Ketdik. Kelishimiz bilan mana shunaqa uzun koridorcha bor ekan. Xo'p, birinchi ko'radigan xonamiz oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamiz ham yorqin rangli tanlangan ekan. Interyerga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, oshxonadan chiqdik, axi. Mana bu yerga devonni zona qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Kirishimiz bilan bu yerda zal ekan. Zaldan chiqishimiz bilan birinchi qavat uchun sanuzelimiz joylashgan. Birinchi qavat uchun ota-onalar xonasi, uni ham o'zida alohida sanuzeli bor. Orqa hovliga ham axi joy tashab ketilgan ekan. Bemalol chiqib toza havoda nafas olaverasiz. Xo'p, endi ikkinchi qavat sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana zinalarga alohida ahamiyat berasiz. Oq bilan kombinatsiya qilingan ekan ranglari. Juda ham ajralib turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Axi, ikkinchi qavatga chiqib oldik. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona joylashgan ekan. Alohida bitta yana sanuzelimiz bor ekan. Xo'p, bu birinchi xonamizda. Ota-onalar xonasini qilib bersanglar ham bo'ladi yoki bolalar xonasi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi bemalol. Bu ikkinchi xonamizda. Bu uchinchi xonamiz bor, tushunda. Ikkinchi qavat uchun sanuzel joylashgan ekan. Ko'rib turganingiz, ota-onalar xonasi, buni o'zida alohida sanuzeli joylashgan. Ko'rib turibdi, shunaqa kattagina xona qilib qo'yishgan ekan. Kinoteatr qilsanglar ham bo'ladi, foydalansanglar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, alohida bitta xalotli xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda uyimizning yuragi kotel xonamiz qilingan ekan. Xo'p, axi. Uy narxini aytadigan bo'lsam, 235 ming pul olib kelsangiz, sizning nomingizga shunday o'tkazib beramiz. Kelgan axi, harakatdan to'xtamang. Agar to'xtab qolsangiz, bunaqa uylarni olish sizga orzu bo'lib qoladi. Baxtli bo'l.